hurmatli fermerlar, chorva ishqibozlari, praktikadagi veterinar Farhod To'lamovich bugun Qumqo'rg'on tumanida bir mijozimiz telefon qilib, Likra kompaniyasi bilan hamkorlikda ishlab chiqarilgan Eurolak DCM'ni so'raganlar, shuni olib kelib berib, hozir master klass o'tkazib beramiz. Bizga kerak bo'ladigan 2 litr iligan suv, dozator uchun katta qoshiq. Bu katta qoshig'imiz 50 gram bo'ladi, shundan 6 qoshiq solamiz. Mana shuni chayqatib olinadi. Chayqatgan ekan. Mana shu ustiga tutamiz. Mana hurmatli chorva ishqibozlari 2 litrda ichdi. Agar erinmasalar, har 3 soat 2 litrdan bersalar, butunda 8 litr sut bo'lar ekan. Shu tariqa buzoqlar o'zgarishi ham yaxshi bo'ladi. Hurmatli fermerlar, bu akamizda endi suvoy molokosini berib bo'ldik buzoqlarga, endi litrani buzoqlar uchun maxsus tayyorlangan ozuqasi haqida ma'lumot beradi. Bu ozuqaning ichida hamma narsasi bor. Premixi, yemi, xashaklari, samon, beda, hamma kerakli bo'lgan moddalar bor ichida. Samon, beda berib o'tirmaymiz. Bundan keladigan bo'lsa 100 kilolik vaznga 1 kilo berasiz. Mana bir tovushimiz bizga 400 gram. Mana shu buzoqlarga 3 tovush bertalab, 3 tovush kechqurun beriladi. Berganingizdan keyin samon, xashak hech narsa bermaydi. Songa qo'shib. Faqat shuni o'zi. Mana shuni oldiga to'kib qo'yasiz. Aylanib yeydi. Buzoqlarni o'sishiga, rivojlanishiga juda katta yordam beradigan mahsulot. Bular hozir sal yeyishga ikkilanyapti, sababi yangi yem, birinchidan, ikkinchidan qorni to'q. O'shaning hisobiga yeyish hozircha bo'lmayapti. E'tiborlaring uchun rahmat.